Bugun sizlarga ham normada, ham patologiyada uchraydigan bir kasallikni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bu sinus taxikardiya hisoblanadi. Sinus taxikardiya nima degani? Demak, biz yuragimizda o'zini generatori, ya'ni sinus tuguni mavjud. Bu tugun bosh miya orqali boshqariladi. Bosh miya aktiv bo'lgan paytda tugun o'zidan ko'proq impuls chiqaradi. Shuni hisobidan qisqa muddatli taxikardiya bo'ladi. Jismoniy harakat ketgandan keyin, ya'ni bosh miya tinchlangandan keyin tugun qaytib yana o'z joyiga tushadi va normal holatda ishlashni davom ettiradi. Bu sinus taxikardiya hisoblanadi. Lekin ba'zi bir bemorlarda bu sinus taxikardiya shikoyat chaqirishi mumkin. Ya'ni bemor harakat qildi yoki zinadan chiqyapti, yuragi birdaniga 170, 180 tagacha tezlashib ketadi. Nagruzkani olib tashlangandan keyin bu taxikardiya sekin-sekin qaytib joyiga keladi. Bu ham sinus taxikardiya, lekin bu kasallik hisoblanadi. Ya'ni buni davolash kerak. Chunki bemorga shikoyat tug'diryapti. Shikoyat tug'dirmaydigan taxikardiyalar davolanmaydi. Ya'ni bemorlar nazorat qilinadi, bemorga tushuntiriladi, bu normada bo'lishi mumkin, shuning uchun qo'rqmang. Chunki bunaqa holda bemorlarning bir psixoemotsional holati ham ta'sir qiladi. Ya'ni bemor harakat qilganda, ya'ni harakat qilayotgan payti yuragim tez urishi mumkin deb vahima qilsa, qonda adrenalinga o'xshash gormonlar ko'payadi-da, haqiqatan ham demak keyin sinus taxikardiya demak ko'payib ketaveradi. Ya'ni bemor o'zini o'zi psixoemotsional holati hisobidan ahvolini og'irlashtirishi mumkin. Shuning uchun birinchi bemorga tavsiya nima? O'zingni tinchlantirib ol, o'zingni bosib ol. Bu normada bo'lishi mumkin bo'lgan holat, bu kasallik emas deb tushuntiriladi. Keyin bu sinus taxikardiyaga olib keladigan sabablar tekshiriladi. Bular nima? Agar bemor haddan tashqari qo'zg'aluvchan bo'lsa, ya'ni ozgina narsani bo'rttirib ko'rsatadigan bemor bo'lsa, bu bemorlarni bosh miyasini tinchlantiradigan dorilar beriladi. Kimdadir gormonal o'zgarishida, ya'ni gormonal disbalansi bor. Ozgina harakat qilsa, ozgina asabiylashsa, yuragi to'satdan tez urib ketadi. Bunaqa payti bemorga aytiladi, gormonlarni to'g'irlash kerakligi tushuntiriladi. Ba'zi bir bemorlarni yurak tez urishi, ya'ni sinus taxikardiyani sababi aniqlanmaydi. Ya'ni bunaqa turdagi bemorlarda biz yagona choramiz o'sha sinus taxikardiyani kamaytirish. Sinus taxikardiyani kamaytirish uchun bizda demak qo'limizda dorilar mavjud. Asoratlar, ya'ni pobochniy effekti kamroq dorilardan boshlab ta'sir qilsa o'sha dorilar, ta'sir qilmasa uni ustiga yana qo'shimcha dorilarni qo'shib bemor shikoyatlari yengillashtiriladi. Faqat bitta joyi bor, bu turdagi taxikardiya bemorni butun umr bezovta qilishi mumkin. Shuning uchun bunaqa turdagi kasallarga biz dorini uzoq muddatga yozib beramiz. Ba'zi bir taxikardiyalar bor, sinus taxikardiyalar, ya'ni bu haddan tashqari agressiv bo'ladi. Bu nima degani? Masalan, sog'lom odam 100 metr, 200 metr yurganda normada demak yurak urishi 80 ta bo'lib turibdi. Harakat qilganda 120, 130 tagacha chiqadi. Bu normal holat. Lekin ba'zi bir bemorlarda o'sha sinus tuguni harakat payti 170, 180 tagacha yurakni tez urdirishi mumkin. Bunaqa turdagi taxikardiyalarni dori orqali davolashdan boshlab, demak operatsiyagacha ketish mumkin. Ya'ni boshda dori beramiz, dori ta'sir qilsa dori ta'sir qilmaganlar operatsiya qilinadi. Operatsiyani bir o'ziga yarasha, demak o'ziga yarasha xavfli joylari bor. Bu nima degani? Ya'ni sinus tuguni operatsiyasining ma'nosi nimada? Sinusni tugunini bir qismini kuydirib qo'yish. Bir qismini kuydirganda biz operatsiyada yaxshi effekt olishimiz mumkin. Ya'ni 180 ta uradigan yurak 140 tagacha urishi mumkin yoki 130 tagacha urishi mumkin. Birinchi, ikkinchi kun hammasi zo'r turaveradi, lekin sekin-sekin o'sha kuydirgan joyimizdagi ajoblar ketgani va demak yoki borib bu zarar kengayib borgani sababli ba'zi bir bemorlarda 3-4-sutkada normada 80 ta ishlab chiqargan sinus
to'satdan 40 ta 50 taga tushib ketadi. Ya'ni bu kasallikni, ya'ni bu operatsiyani asorati hisoblanadi. Shu uchun bunaqa turdagi kasallarda maksimal dori orqali davolaymiz. Agar dori ta'sir qilmasa, mana shunaqa asoratlarga tayyor turib, operatsiya yo'llari orqali davolashni taklif qilamiz.